havola qildim, jazoyini Alloh bersin degan insondan qo'rqavering. Haq bo'lsangiz ham xato kamchiligingizni o'zingiz uchun oqtarib topishga harakat qiling. Sizni qalbingizga ozor yetkazgan, sizga nohaqlik qilgan, qon yig'latgan insonlarni jazosini siz bera olmaysiz. Allohga havola qiling. Kuting, sabr qiling. U insonlar sizga nimani ko'rsatishgan bo'lsa, Alloh ham u insonlarga o'sha narsani ko'rsatmagunigacha jonini olmaydi. Esingizdan chiqarmang. İnsanlarni qalbini og'ritish bilan hazillashmang. Qalb og'rig'i yomon bo'ladi. U to'g'ri Allohga yetib boradi. Uni badali qolib ketmaydi. Allohga havola qildim, jazoyini Alloh bersin degan insondan qo'rqavering.